Xullas qarindoshlar, chuchvarani olib, ustidan ikkita tuxum chaqib, yaxshilab aralashtirib, duxovkaning listiga solib, ustidan sedana sepib, duxovkada pishirib oladigan bo'lsak, shunaqa shiringina, shunaqa kichkinagina chuchvara ko'rinishidagi somsa bo'lar ekan qarindoshlar, yokida chuchvarali somsa bo'ladimi? Xullas, endi esa biz buni o'xsharmikan-a? deb turib sinab ko'rishib boshladim qarindoshlar. Birinchi bo'lib shunaqa tayyor chuchvarani olib, chuchvarani ustidan 2 dona tuxumni chaqib, yaxshilab aralashtirishni boshladim. Qo'lidan umuman ovqat qilish kelmaydigan qizlar yaxshilab o'rganib olinglar. Sovchi kelganda o'zim qo'llarim bilan tikkanman deb turib atmaska qilishga rosa yaraydigan retseptga o'xshayapti. Tuxumda yaxshilab cho'milgan chuchvaralarimizni olib, duxovkani listiga dona qilib terib chiqdim. Faqat to'g'risini aytinglar qarindoshlar, mazasi qanaqa chiqishiga rosa ham qiziqyapsizlarmi? Aytgancha tuxumda yaxshilab cho'milgan chuchvaralar ustidan sedanani ayamasdan sefardim. Ana endi tayyor chuchvaralarimizni olib, duxovkada 20 minut 180 gradusda pishirishga jo'natdim. 20 minutdan keyin qarasam, ana sizlarga chuchvarali somsa-yu, mana sizlarga kichkina somsachilar buni chiroyli chiqqanini qaranglar. Kelinlar, bugun iftorga nima qilishni aniq biladiganga o'xshaysizlar. Bizni chuchvarali somsalarimiz tayyor bo'ldi qarindoshlar. Endi eng asosiy joyi. Shu mehmon kelganda padachani qanaqa qilishni bilmasanglar edi, padacha qilishni ham birato'la ko'rsatib o'tib ketdim. Bilsanglar bilarsizlar. Bir-biridan shiringina bo'lgan chuchvarali somsamizni degustatsiyasini boshladim qarindoshlar. Haqiqatda somsani o'zi bo'lar ekan, qolar ekan-ku bu. Qani bismillahir rohmanir rohim. Mazasi qanaqa chiqqan ekan?